Assalamu alaikum, elim, halkım. Mana şu joyimiz o'tyatir, bitib ehson berishlaringizni so'rayman. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Yine bolalarimiz xizmat etdi. Sardarbek bolalarimiz var. Misal şu bitkenden keyin qamisi var, ağaçları var. Şularga bitta bir sizlerden ehson hesabında bir yardım so'rab Menden qaytmasa Xudodan qaytsin, Allah'dan qaytsin. So'ranaman. Assalomu alaykum. Birinchi navbatda ehson berganlarga rahmat aytaman. Allohdan qaytsin. İlacı olsa kattırak söylesin. Assalomu alaykum. Shu men ehson berib o'tirganlarga rahmat aytaman. Allohdan qaytsin. Xudo xotir joy bityotir. Sizdan bir yordam so'rayman. Shu og'asidan, qamchilardan yordam berishlaringizni so'rayman. Bana bergan yordamlarınız Allah'dan qaytsin. Bana birini berib sizlar Allohim minni bersin. Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, gelgenden bir like basıp abone olmalı, abone olmalı. Xudo xolasa videomuz yine şu hışıya bilen başlangan uydamiz. Xudo xolasa yine Xudo xolasa karish urish jarayonlari bo'lib turibdi. Şu videoni maksimal tarqatib qo'ysangiz so'raymiz. Shu iloji bo'lsa og'asina Xudo xolasa pul kerak bo'ladi. İhsan qilaman degan yurtdoshlarimiz yetib borish kerak bu. Qo'llaringizdan kelgancha shu videoni tarqatib qo'yinglar. Yani Xudo xolasa yine sırtkı okları bitti Xudo xolasa. Şimdi şöyle içkeride yine Xudo xolasa yerden bitadi endi Xudo xolasa karish temasi. Yerden Xudo xolasa bitadi. Şu 4 tarafım 3 metre balandlikda o'rildim ona yine. Bitildi Xudo xolasa. Endi ağaça gelip kaldı da Xudo xolasa. Ağaçları bolsa bastırıp beraberden Xudo xolasa. Ağaça yetkilin pul düşse Xudo xolasa bastırıp suap Xudo xolasa videolarımızı çıkarıp beraberimiz. Kartor ömürlerini koyup koyamız. Ehson qilaman deyirlar bo'lsa, iloji bo'lsa qo'llanishdan kelgancha ehson qilishlarni so'rab qolamiz. Xudo xolasa videolarni chiqarib boramiz qarshi. Iloji boricha shu videoni tarqatib podilsatib qo'yishlarini so'raymiz. Yana bu yoq tarafi Qo'llaringizdan kelgancha shu videoni tarqatib podilsatib qo'yinglar. Xudo xolasa ishlarimiz yine davom etib turibdi. Xudo xolasa qo'llaringizdan kelgancha ehson qilishlaringizni so'raymiz. Şu bilan bugungi videomuz tamam. Sağ olun, salomat bo'linglar.